Hörmətli görürmənlər, dünyanın hər qaysı yerlərindəki tuqqanlar, qərindaşlar, dostlar və Uyğur təbabətini yaxşı görüdüğən barlıq hər millət xalqığa məndən salam bolsun. Özününki turmuş, ügünüş, xizmət və gələcəyi üçün tirişiyotqan barlıq qərindaşlarga məndən salam bolsun. Uyğur təbabəti, Uyğur təbabət psixologiyası, Uyğur təbabət pərhizləri və Uyğur təbabət ictimai fənləri haqqındakı leksiyamizniki birinci qismida aldı bilan özara tanışışni, özara bir-birimizga muhabbət, ko'ngil və mas'uliyat artışımızı mühim gördüm. Çünkü insanlar yalğız öz beşiğe hayatta, gelecekte mevcut olup duramaydı. Özara dostluk, işenç, yardımlaşış, mesuliyetini bölüşüş ve vazifelerde özara yardımlaşış, maslaşış büyük işlarınki mevcut ve ro'yobga chiqish uchun bir kapolatdan ibaret. Ben Turpan vilayetinin Biçan nahisinde doğuldum, östüm, Ürümçi şehirde okudum. Xoten nahisinde, Xoten vilayetinde kesipte ilgiri beşikka asas yarattık. Ürümçi şehirde hizmet kıldım. Sahiye nazaretinde Uyghur Tebabet Tədqiqat orunda uzun yıllar hizmet kıldım. Onundan sırt 20 yılga yakın Uyghur Tebabet ameliy davalash hizmetlerinde Ürümçide boldum. Şu jarayondagi yüz minglagan, milyonlagan her millet bemorlarniki bo'libmi asas qatlamda hayotniki o'zini yashayotgan xalqimizniki ruh ve bedellik ağrıqlarını davalash, ularniki ruhiga medet, xuşallık, ümit berish, ularga hayotni, kelajakni mas'uliyat bilan üstüge elish haqidagi pozitiv ko'z qarashlarimiz bilan yordam qilishga tirishdik. Özümüz hammaylar bilamiz, insanlarniki kasalliklari hargizmi yalğız maddi vücuttaki kasallik bo'lib qolmasdan bu kasalliklarni tug'dirg'uchi, avutquchi ve yayğuchi şu ro'yijatdagi masalalarmi halqiliq o'rinda turdi. Bedellik kasalliklar asosan qildam tomirlarning to'silishi, qonniki tarkib jihatdan bozilishi, shundaqla yangi bilan ko'nining almashishidagi to'salg'ulardan kelib chiqadi. Hozir dunyodagi türleri jihatdan minglarga bo'lingan kasalliklar aslida 10 bilan 20 xil kasallik orasida cho'gilash bilan faqat alomatlarni ko'paytirish orqali hayvatlik, qo'rqinchlik ko'z tilish ve bunu ticaretga aylantirish orqali kasal davolashni intayin qiyin, intayin sirliq, ayığı çıkmaz, intayin yuqori maliyetlik bir iş qilib ko'z tutish bir modaga aylandi. Ameliyatda kasallikning turi bay deganimizdek 10 xil bilan 20 xildan oshmaydi. Alomatlarni kasal qilib bo'lib davolash va yoki uni kitob qilib yozish va yoki uni o'qitish orqali ham tib o'rganguchilarni chiqmas yo'lga boshlash, ham kasallarni umidsizlikka, chorasizlikka, iqtisodiy chiqimga tashlab o'tish navbatda şu tibbiy ilmning o'zidan chetnab ketayotgan alomatlarining birisidan iborat.
Uyghur tebabeti bolsa bütünlük göz qarashini asos qiladi. Yerlik alomatlardan o'ta buning sababini davolash, his qilish, bayqash, tepib chiqish va sababini yaxshilash, yo'qotish orqali umumiy bedellik sog'lomlikqa erishishni, ro'yijatdan o'zini va boshqalarni va dunyoni to'g'ri tushunishga yetaklash orqali o'zidagi moddiy og'riqlarning ovib ketishining oldini olish va yoki yaxshi bo'lishiga sababchi bo'lish jihatlarda bir qator tarixiy ko'z qarashlarga ega. Biz ajdodlarimizning shu bütünlük ko'z qarashiga varis qilish jarayonida shuni his qildikki, garchi Uyg'ur tebabeti deyilsa, qadimni, o'tmishni esimizga solgandak bo'lsa-mu, amaliyotda bu hozirni va kelajakni yetarli darajada tushuntirib bera oladi va kelajagimizning texmi yaxshi bo'lishi uchun yordamchi bo'la oladi. Shuning uchun o'tmish deyilgan har qanday ko'z qarash, tushuncha va butun asarlarga rad qilish, mazoq qilish, tuvanchaqlash pozitsiyasida qaramasligimiz lozim. O'tmishni bütünü bilan rad qilganlar qancha diplomli, qancha yuqori yerlarda o'qiganlik, qancha yuqori yerlarda ishlaganlik ko'rinsimi, o'tmishini tamomiyla rad qilganligi va shundaqla asarlarini, tarixini va bilimini o'zidan tuvanchaqlaganligi va hozirdanmi keynida his qilganligi uchun bu kishini madaniyatlik, aqlliq va haqiqiy bilim egasi deb qarag'il bo'lmaydi. Shu nuqtadan qilib aytgan vaqtida Uyg'ur tebabeti bedenni, ruhini, tabiatni, hayvonlarni, hozirni ifodalab tushuntirib berishdan sirt kelgusini taxmin qilishga, mo'ljalashga va o'zimizniki holatimizni, ish harakatimizni uyg'unlashtirishga, muvofiqlashtirishga, mo'tadillashtirishga, aşırı etmeslikке, her taraftan teng yetilishimizga rehberlik qila oladigan qonunimizdan iborat. Biz ajdodlarniki qoldirgan shu qonunga rioya qilgan vaqtimizda hayotimiz texmi qulay, texmi baxtga, xushalliqlarga to'lgan bo'ldi. Biz bugun hem shaxsiy tunishish, hem kasbni tunish, hem tariximizni tunish, qonuniyatninki insonlarga va tabiatga uyg'unligini tunish va kelajagimizni mo'ljallashda dastlabki tushunchaga ega bo'ldik. Oldimizdagi qismlarda Uyg'ur tebabetininki shu yemak-ichmaklarda va parizda aytib o'tgan nazariyalarni, ta'limotlarni o'rtoqlashmoqchi. Dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlarga, do'stlarga, tuqqanlarga va Uyg'ur tebabetini yaxshi ko'radigan, uning ishonadigan barliq her millat, her din, her kasb va har qatlamdagi barliq insonlarga yaxshi kelajak, bugundanmi yaxshi turmush tilayman. Bugunlik xayr xo'sh.